Farishtalarning ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonning tepasida, oyog'i 7 qat yerning tagida. O'shanda zot 300 ta qonati bor ekan. Qonatini yozsa yer yuziga qopqa qo'yib qolar ekan. Qonati bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli mahluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20 ming yil turdi deydi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20 ming yil, 40 ming yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40 ming yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib: "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi."